qaysi oilalarga qiz berish kerak degan mavzu juda ko'plab prosmotr va muhokamalarga sabab bo'ldi. Mana hafta oldi javob beradigan payt keldi. Albatta javob beramiz. Bu yerda sizni ma'qullashganlar ham bo'ldi, fikringizga qarshi chiqqanlar ham bo'ldi. Menimcha ma'qullamaganlar qaysidir ma'noda yo eridan kuyganlar, yo erkakdan kuyganlar. Tushunmaganlar uchun, sizga fikringizga qarshi chiqqanlar uchun mana shuni yoritib bersak. O'zingiz tanimagan, uzoqroq bo'lgan xonadonga berganingiz ma'qul degan ma'noda gapirgan. Farzandlarni nogiron tug'ilish xavfi yuqoriroq bo'lishligini hisobga olgan holatda oila parokanda bo'lganlar ham bor. Botir aka qarindoshchilik bilan quda bo'lganlarni faqat minus tarafini aytdik. Bu plyus taraflari ham bormi? Farzandi ozmoz shu nogironligi bor, kamchiligi bor xonadonlar bo'lib qoldi. Bu hammasida emas, buni hammasida shunaqa bo'ladi degan deyishlik noto'g'ri. Kommentariyalarni o'qib chiqdim. U yerda beva ayollar nima qilsin? Eri o'lib ketgan, ya'ni turmush o'rtog'i olamdan o'tib ketganlar nima qilsin? Ular farzandini uylantirmasinmi? Ya'ni o'g'limni uylantirmaydi degan e'tirozlar bo'lgan. Agar yakka o'g'il bo'ladigan bo'lsa, uylanadigan o'g'ilning o'zi erkak bo'lishi kerak. Botir aka, qo'shtirnoq ichida erkak degani nimani tushunamiz? Ko'chada baquvvat bo'lib yuribsiz, baqir-chaqir qilib, uyda baqir-chaqir qilyapsiz, bu erkak degani emas. O'zini onasini va ayolini bittasini o'ng qo'lida, bittasini chap qo'lida ko'tara oladigan insonni shu qo'shtirnoq ichidagi erkak deb hisoblayman. Assalomu alaykum, hurmatli Botirjon Komilov YouTube kuzatuvchilari. Bugun Botirjon akamning Instagram sahifasida ko'plab muhokamalar sababchi bo'lgan, ya'ni qanday oilalarga qiz berish kerak kabi mavzuga juda ham ko'plab kommentariyalarda e'tirozlar bildirishgan. Qanday oilalarga qiz berishni tavsiya qilasiz? Hozirgi javobim ayrim insonlarga yoqmasligi mumkin, heyt bo'lib ketsam kerak, lekin aytaman. Birinchisi, yaqin qarindoshlarga qiz bermang. Iloji boricha notanish insonlarga bering. Ikkinchisi, erkagi bor xonadonga qiz bering. Uchinchisi va eng asosiysi, oilada erkakning gapi gap bo'lsin va u rahbar bo'lsin. Siz nima deb o'ylaysiz? Fikrlarimga qo'shilasizmi? Agar qo'shimcha fikrlaringiz bo'lsa, kommentlarda yozib qoldiring. Va tasdiqlashganlar ham bo'lgan. Mana shu 3 ta savollarga batafsil Botirjon akam bilan yoritib beramiz. Assalomu alaykum Botirjon aka. Alaykum assalom. Botir aka, Instagram sahifasida reels joylangan, ya'ni u yerda qaysi oilalarga qiz berish kerak degan mavzu juda ko'plab prosmotr va muhokamalarga sabab bo'ldi. U yerda sizni ma'qullashganlar ham bo'ldi, fikringizga qarshi chiqqanlar ham bo'ldi. Shu mana hafta oldi javob beradigan payt keldi. Albatta javob beramiz. Bu reelsni ko'rganlarni juda ko'pi, aytishim mumkin 90% ma'qulladi. Men ko'p aytaman, odamlar biladi, odamlar tushunadi deb ko'p aytaman. Lekin menimcha ma'qullamaganlar qaysidir ma'noda yo eridan kuyganlar, yo erkakdan kuyganlar bo'lishi kerak deb o'ylayapman. Botir aka, tushunmaganlar uchun, sizga fikringizga qarshi chiqqanlar uchun mana shuni yoritib bersak, izohlab bersak, o'zi gap nima haqida ketgan edi? O'zi gap, endi har bir inson o'zini qizini yaxshi xonadonga bergisi keladi. Sababi bu qiz uning dilbandi, uning farzandi va hammamiz ham farzandimizni yaxshi ko'ramiz va farzandimizni yaxshi xonadonga bergimiz keladi. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, qizlarni qaysi xonadonga berish kerak va bu xonadonning qaysi xislatlari bo'lish kerak degan ma'nosida aytganman. Ya'ni qaysi oilalarga berilsa baxtli yashaydi degan maqsadda xislatlarni aytib o'tgansiz. Albatta. Birinchisida aytganmanki, yaqin qarindoshlarga qiz bermang deb aytib o'tganman. Bu yerda qon yaqinligini hisobga olib, ya'ni yaqin qarindoshdan qiz olsangiz, bu dinimizda ham, bu meditsinada ham taqiqlangan, qon yaqin bo'ladi va farzandlarni nogiron tug'ilish xavfi yuqoriroq bo'lishligini hisobga olgan holatda va ikkinchi sababi ikkita xonadonni qarindosh urug'lari bir-birini tanishligi va bu xonadonning a'zolari emas, boshqa qarindoshlarni atrofidagi arzimagan bitta gapni ko'tarilishi hisobiga oila parokanda bo'lganlar ham bor va shuni hisobiga ham o'zingiz tanimagan, uzoqroq bo'lgan xonadonga berganingiz ma'qul degan ma'noda gapirganman. Botir aka, bu narsa o'zingizni boshingizdan o'tganmi yoki subyektiv fikringiz va umumiy qonuniyatmi?
Buni umumiy qonuniyat ham desak bo'ladi, meni kuzatuvlarim desak ham bo'ladi. Sababi meni kuzatishlarim bo'yicha mahallamizda shu uzoqdan, masalan, Sirdaryodan, Toshkentdan olgan qizlar bor va bularni farzandlariga qarasangiz, ham chiroy tomondan, ham tana sog'lomligi tomondan chiroyli, aqlli, hushli yigit, qizlar, farzandlar dunyoga kelgan. Va bular ikki xonadonni bir-birini qarindosh urug'lari bir-birini tanimasligi hisobiga har xil mayda-chuyda gaplar ham urchimagan. Bu meni ko'p kuzatuvlarim. Lekin yaqin qarindoshlarda bir-biriga qiz bergan, qiz olganlar o'rtasida farzandi oz-moz shu nogironligi bor, kamchiligi bor xonadonlar bo'lib qoldi. Bu hammasida emas, buni hammasida shunaqa bo'ladi degan deyishlik noto'g'ri. Men medik emasman, men vrach emasman, lekin meni kuzatuvlarimda shunday holatlar bo'ldi. Guvohi bo'lgansiz. Guvohi bo'lganman. Shuning uchun ham bu menimcha qonuniyat desak ham bo'ladi, meni kuzatuvlarim desak ham bo'ladi. Botir aka, qarindoshchilik bilan quda bo'lganlarni faqat minus tarafini aytdik. Bu plyus taraflari ham bormi? Masalan, aytaylik, yaxshi yashab ketayotganlar ham bormi? Men atrofimda kuzatganlarimni yaxshi yashaganlar ham bor. Baxtli hayot kechirayotganlari ko'p va ularning farzandlari ham sog'lom, muammo yo'q. Bu yerda nima uchun degan savolga u oila ham, bu oila ham agar tushungan bo'lsa, ya'ni ikkalasini ham qarindosh urug'lari umumiy hisoblanadi. Agarki bularni oqibati ham bu oilaga, ham bu oilaga nisbatan kuchli bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mehr oqibat tomondan bir-birini qattiq hurmat qiladigan qarindosh urug'larning o'rtasida shunaqa qarindosh urug'larni bilamiz, bir-birini juda hurmat qiladi, bordi keldi kuchli. Bunday oilalarda oila yaxshi tuziladi va ya'ni bu holatda ham uzoqroq qarindosh bo'lsa, ya'ni quda bo'lish albatta degan xulosa bo'lyapti. Buni yana bir plyus tomoni, qarindoshdan olsangiz uni zo'r bilasiz, yaxshi bilasiz, uzoqdan beri bilasiz, kamchiliklarni ham bilasiz, plyus minuslarini bilasiz. Albatta bu yerda minus tomonlari bo'lish xavfi borligini hisobga olgan holatda shundan qaysidir ma'noda ehtiyot bo'lish kerak ma'nosida gapirganman. Botir aka, ikkinchi savolga to'xtalsak, ya'ni izoh berib o'tsak, erkagi bor xonadonga qiz berish kerak degansiz. Kommentariyalarda o'qib chiqdim. U yerda beva ayollar nima qilsin? Eri o'lib ketgan, ya'ni turmush o'rtog'i olamdan o'tib ketganlar nima qilsin? Ular farzandini uylantirmasinmi? Ya'ni o'g'lim uylantirmaydi degan e'tirozlar bo'lgan. Mana shu savolga izoh bersangiz. Uylanadigan o'g'li bor xonadonni erkagi aniq bo'ladi. Bu yerda erkak so'zi qo'shtirnoq ichida aytilgan. Buni tushuntirib o'taman alohida. Xo'p, erkagi kim bo'ladi? Erkagi otasi bo'lishi mumkin. Erkagi ayolning akasi, ukasi bo'lishi mumkin yoki katta o'g'li bo'lishi mumkin. Agar yakka o'g'il bo'ladigan bo'lsa, uylanadigan o'g'ilning o'zi erkak bo'lishi kerak. Ya'ni gap o'tadigan bo'lishi kerak. Botir aka, qo'shtirnoq ichida erkak deganda nimani tushunamiz? Qo'shtirnoq ichidagi erkak deganda o'zi ikkita jins vakillari bor, ayollar va erkaklar. Ko'pchilik endi erkak deganda ikkinchi jins vakillarini tushunishdi shekilli yoki boshqa meni o'ylashimcha erdan kuyganlar yoki erkakdan kuyganlar bor va shunday ayollar balkim noto'g'ri tushungandir. Qo'shtirnoq ichidagi erkak bu birinchi navbatda qadriyatli inson degan, qadriyati kuchli inson degan. Ko'chada baquvvat bo'lib yuribsiz, baqir-chaqir qilib, uyda baqir-chaqir qilyapsiz, bu erkak degani emas. Erkak degani oilaparvar degani. Erkak degani oilasini muhofaza qiladigan, ya'ni jismoniy tomondan ham baquvvat, o'zini oilasini mudofaa qila oladigan, muhofaza qila oladigan, masalan, jismoniy tomondan. Yoki aqliy tomondan mehnat qiladi, hunari bor, pul topadi, oilasini, ro'zg'orini kamini ko'z tiqib qo'yadigan. Yoki oilada ayollarni ishlariga aralashmasdan, mayda-chuyda gaplarga aralashmasdan o'zini erkaklik holatini ushlab, o'zini vazifalarini bajaradigan va asosiysi o'zini onasini va ayolini bittasini o'ng qo'lida, bittasini chap qo'lida ko'tara oladigan insonni shu qo'shtirnoq ichidagi erkak deb hisoblayman. Botir aka, siz izohlaringizdan o'zim xulosa qildim. Tomoshabinlar ham xulosa qildi shekilli.
oilada xoh otasi bo'lmasin, lekin o'sha farzandini, ya'ni o'g'il bolani erkakdek qabul qilish kerak ekan va o'shanda o'sha tarbiyada ulg'aygan farzandga qiz berilganda, demak, oila baxtli bo'ladi. Baxtli bo'ladi, albatta. Hurmatli kuzatuvchilar, Botir akam fikrlariga oydinlik kiritib oldik va sizlarda ham qandaydir fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyada kutamiz. Kanalimizga obuna bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar.